Assalomu alaykum. Bugun bitta grill konditsionerni remontiga kelganmiz. Bitta utechka hozir damlayapmiz. Utechkasini topish uchun kompressorda 15 bar 20 bar berib damlaymiz. Konditsionerimiz 60 talik 3 fazalik 410 jam bo'lib 4 kilo 4,5 kilo falan ketar ekan. Tekshiramiz sekin. Jarayonlar ko'rsatamiz. Hozir yana 250 psi. Ya'ni 16-17 bar 17,5 bar damladik. Уже maytdan ovoz chiqyapti. Mana shu atrofdan ovoz chiqyapti hozir. Buni yechishimiz kerak. Buni yechish uchun bu rishotkalar kesishimiz kerak. Keyin hozir balonlar ko'p kelib kesamiz. Tepani yechib oldik, pastlarni yechyapmiz, yana bir ikkita shurupchamiz qoldi. Hozir yetib olamiz. Xullas joyida ishimiz bitmadi. Uyga olib ketyapmiz. Qo'lni chachib. İşte yığamiz. Xullas uyga olib kelib oldik. Ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa. Mana bu o'sha 60 talik konditsionerimizni orqa konditsionerlari. Bitta bizni qiynagan narsa, bitta 3 qatoridan tushgan. Bizni katta taxmin bilan o'sha mana bu o'rta qatorida, o'sha pastida bizda utechka bo'lyapti. Endi buni juda sложный ekan. Hozir ichkarini topib olish, endi hozir uni yechish uchun polni maytni bo'shatishimiz kerak. Xo'p, manalarni ham titib ko'rdik, chiqmadi. O'sha orada chiqyapti. Endi buni ajratib chiqarishimiz kerak. Ajratib chiqarish uchun xo'p, mana uni yechish kerak. Ushlab turgan. Bunun uchun mana ventilatorlar polni yechiladi. Ehtimol kompressorni ham yechib, kompressor bilan birgalikda keyin konditsionerni yotqizamiz, ochib ko'ramiz. Muammoli tomoni mana uni ikkiga ajratamiz deganimizda, ikkiga ajratish kerak buni. Orada pastini shuni ajratsak. Bu bitta kalachlar bor. Mana bu kalach bitta qatorda bo'lsa, ikkinchisi nariga kiygizilgan. Buni ajratib bunday egayotganimizda maytlaricha muammo qiladi. Bitta hushyor bo'lish kerak. Chunki ekkaningizda mana uni bukib netib qo'yishingiz mumkin. Xullas ehtiyot bo'lish kerak ekan shunda. Sekin harakat qilib taramiz. Xullas yotqizib oldik. Bizda hozir mana shu kalashda chiqyapti. Sekin ochib ko'ramiz-da yana. Ochilyapti. Mana o'sha yorug'imiz. Yana ham ochib oldik. Paket boramiz. Endi ezilgan to'rtburchak qo'ygan. Xo'ranki bunaqa dumaloq bo'lishi kerak.
Mana shu narsa qiynadi. Hozir buni yamab turib, yanada buni yana tekshiramiz. Xo'p, hozir yana o'sha 250 psi, ya'ni 17,5 bardamladik. Endi shu payqa qilgan joyimizni tekshirib qo'yamiz. Ko'pik qilib. Xo'p, xudo xolasa betdan chiqmayapti. Endi buni shu damlarni holaticha qoldiramiz. Qo'yib yuboradi, boshqa joydan yo'qmi tekshiramiz. Hozir maytlarni ham ko'rib qo'yishimiz kerak. O'zini qo'pqog'idan qatirdik rezinka bilan. Betlardan qo'yib yubormayapti o'zimizda. Xolasa betlardan yo'q endi. Mana shu holatda qoldiramiz. Ertaga kunduz yana bir ko'ramiz. Qochdimi, qochmadimi tekshiramiz. Kecha damlab qo'ydik. Mana shu yerda payqa qildik. Endi damlab qo'ydik. 250 CA edi. Xullas utechka yo'q, xudo xolasa endi sekin yig'ishtirib buni. Konditsionerimizni yig'ib oldik. Xo'p, shu bilan remontimiz tugadi. Endi xudo xolasa egizlarga topshiramiz. Agar o'rnatib zapravka qiladigan bo'lsak, yana jarayonda ko'rsatamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.